Aralashmasdim. Do'stlar, vodiyga borgan paytim 2-3 marta pochcha bilan birgalikda pochcha uyda bo'lgan eri, ya'ni Maftunning eri bor. O'sha eri bilan mehmondorchilikka chaqirganda uyga non tuzigani borganman. Alloh rozi bo'lsin, mehmondorchilik qilishgan, rahmat. Lekin meni xarakterimni endi o'sha payt borgan paytim pochcha bo'lganda. 2-3 marta mehmon bo'lganman, 2-3 desam kam, bir 3-4 marta mehmon bo'lganman. Lekin xarakterimni Maftun biladi. Vodiyda mehmondorchilikka borsam ham o'zimni hisobimdan o'zim mehmon bo'laman. Men birovning hisobiga mehmon bo'lmaganman shu paytgacha. Даже ortig'i bilan tashab berardi, misol mana uyimga kelib mehmon bo'lib ketdi deb, ali men efir qila olmasdim. O'sha paytda ortig'i bilan ham bergan joyda bo'lgan bu insonda ali paxta qo'yishmas, bu insondan keladigan menga manfaat yo'q. Yo ehson yig'ib menga bir so'm pul berib qo'ygan joyda yo'q. Prosta meni oldingizdagi bitta-ikkita chichqoqlar o'sha payt sizni kelishingizni kutib o'tirardi-da. Shu video olsam, o'shan bilan trendga chiqsam, redga chiqsam, bu paytda ular TikTokdan tesini bilmasdi pul topishdi. Ular faqat vayn ishlab yurishardi, u chiqoqlar. Ashitga TikTokga kirsam, pul topsam menam deb, ali qo'pol qilib aytganda qo'tag'izga paxta qo'yib yurgan nonko'rlar hozir jichcha paddeshga bo'lib qolib, siz bilan kim endi teskari bo'lgan bilmayman, jichcha donat kelib qolsa, ana shuni qo'tag'ini uqalab, manatda oqibatli jigarimsan degan odamni jichcha boshiga ish tushsa, bunaqa qilishi noto'g'ri-da, to'g'risi. Sal erkakchilikka to'g'ri kelmaydi-da bu narsa. To'g'ri, video chiqdi, endi chiqdi. Endi ko'rindi. Ha, ko'ring. Qani? Bo'ldi, hozir ko'rib komment yozib qo'yma, Maftun. Mayli, bo'ldi. Sufkuf, baxshi, problemalar eng tugadi desam, biz erkaklarimizni ham problema boshlanib ketdi. To'g'rab turib, TikTokka kirsam, TikTok bor deyapti-da, o'rtoqlar. Nima demoqchiman men? Sardor Ganister bunaqa degan chichqoqlar yaqingacha qo'tag'ini uqalab yurishadi-yu, tashag'ini uqalab yurishadi-yu. Yaxshiyam o'z ko'zlarim bilan ko'rganman, o'zlarim bilan ko'rmaganimni ham mayli. Sardorni ham yaxshi taniyman, Sallarni ham yaxshi taniyman. Manfaat uchunmi? Kerak bo'lsa vijdoningni sotadigan odam ekansanlar, vijdonsizlar. Yaqinda Sardordan yaxshisi yo'q edi-yu. TikTokda sizni tushunmagan paytlaring, faqat video vayn olib yurishlar, kimda gapiryapti? Ishlashni nimaligini bilishmasding. Ha, Sardor o'sha paytda yaxshi edi-yu. Sardor bilan vayn olish uchun, Sardor bilan ko'rish uchun, aktivlaring ko'tarilish uchun, donat yig'ish uchun Sardorni toshog'iga paxta qo'yib yurishading. Yaqinda ham vijdoning yo'q tushkunlar. Yaqinda Dubayga borib qo'tog'iga paxta qo'yib kelishyapti. Endi Sardor yomon bo'lib qoldimi? Ha? Endi Sardor deganda qo'rmoqchidim, Sardor deganda qo'rmoqchidim. Ha, Sardor Qashqadaryodan, Qarshidan kelgungacha qo'tog'iga paxta qo'yish borishardi-ku. Sardor kelsin, vayn olaylik, aktivimiz ko'tarilsin, prosmotrimiz yesin deb. Ha? Men yaxshiyam ko'zlarim bilan ko'rganim. To'g'ri aytyapsiz, ko'rganda bu qiz. Kelganda kelishgansan, qo'tog'iga paxta qo'yib, o'shanda sanlar bilan gaplashmayman deganda, bo'ldi endi og'a unaqa edi deb. Ha, qo'tog'iga paxta qo'yib yurishadi-ku. Yaqingacha yuz ko'zing bo'lsa aytishchi, Dubaygacha orqasidan borib qo'tog'iga paxta qo'yib yuradi-ku. Bu paytda Sardor zo'r edi. Bu paytda Sardor legenda edi. Ha, endi harom bo'lib qoldimi? Endi yomon bo'lib qoldimi Sardor? Vijdoni yo'q ekansanlar. Bu sanaqa erkaklarga vijdonsizlar, o'zini manfaati uchun, donator uchun odam bu darajada vijdonsiz bo'lmaydi. Bu donatorlarchi bugun bor, ertaga yo'q. Donatorlarni bog'lab berib qo'ymagan. Faqat uni boqadi, faqat vidushini boqadi, faqat vidushi uchun yaralgan demagan donatorlar. Bugun bor, ertaga yo'q ular. Sardormi? Sanlar bitta jigar bo'lishgan sana, oqibati oxirgacha bo'lishgan. Ertaga Sardor
kelsa yana opoq-chapoq bo'lib topishib olib qo'tog'iga paxta qo'yib. Hayotda opoq-chapoq bo'lmayman ular bilan qaytib. Qo'limni yuvdim bo'ldi, tamom. O'zim olib chiqqanman-da bachalarni TikTokka. Sardor video olaylik, Sardor TikTokka meni olib chiqqan, iltimos deb yordam so'rab yurgan, TikTokka olib chiqqanman. O'zim yonimga chaqirganman, kelgan, men borgan paytim misol kontentlarga tushirganman, narsa qilganman. O'shalar gapirgan videosini ko'rib qolibdi bu qiz. Endi shunga jahli chiqibdi-da. To'g'ri aytayapti, ko'rganman shu voqealarni rostdan. Boray. Qalay Zotay? Hayot shunday, o'g'lar, hayot shunday. Bu hayotda do'sting, otang bo'ladi, onang bo'ladi. Bu hayotda do'sting, aka-uka, opa-singling, mana shu o'zingga yaqining bo'ladi. Do'st chiqmaydi, unutma, hech qachon unutma. Dushmanni uzoqdan izlama. Qachonki o'sha dushman seni yoningda turgan, do'sting senga dushman bo'lib chiqadi. Unutma. Bir tovoqdan ovqat yeganlaring, bir dasturxonda o'tirganlaring, aka yordam bering, dadajon yordam bering, nima siz qilaman, menga o'lib qoldim, mana shunday yordam so'rab yurgan odamlaringga qo'l cho'zgan odamlaring bir kun kelib tiqadi yonboshga. Shu odamlar senga dushman bo'ladi. Begona odam senga dushman bo'lmaydi. Unutma. Zo'r gapiribdi, uyga borsam oxiriga chiqib ko'raman. Uyga borsam. O'shasani endi Sardorni ozgina boshiga ish tushib qolib, hayotda hammani boshiga ish tushadi. Hammani. Bu payt ozgina boshiga ish tushgan payt. Tavba qildim. Sardor buydi. Mana rasm bilan.